O'sha davrlar tong sahardan kun botguncha daladan fayz, tuproqdan rizq izlagan zamonlar edi. Bugun o'sha davrlarda erkaklar bilan yelkama-yelka turib, eng og'ir yukni yelkasiga olgan Uyg'ur qishlog'ining fidoyi, qat'iyatli tabarruk siymolaridan biri brigadir onaxonimiz Naziraxon aya Qahhorovani xotirlaymiz. Odamiy ersang deymag'il odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Ya'niki o'z manfaati yo'lida yashab, o'z manfaati yo'lida ishlagan insonlarning tirikligida ham o'likdir. Xalq manfaatida, xalqning korida yashagan insonlar yillar o'tsa ham, ya'ni vafotdan keyin ham tirikdir. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum kanalimizning muhtaram aziz kuzatuvchilari. Biz Uyg'ur qishlog'ida yashab, mana shu qishloqning koriga yarab, mana shu qishloqning xalqini foydasini uchun yashagan insonlar haqida turkum lavhalar tayyorlashni davom ettiryapmiz. Bugungi lavhamiz Uyg'ur qishlog'ida yashab, o'z hayotlar davomida faqat mana shu el yurt uchun, xalq uchun yashagan insonlardan biri. Mana shu hududda joylashgan Kommunizm kolxozida ilg'or brigadirlardan biri. Brigadir ayol Nazira oya Qahhorova hayotlari to'g'risida ozgina bo'lsa ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Mana 68-yil kelganmiz, şeyda Nazira opamni rosa yaxshi bilamiz. Umri uzoq bo'lsin, rizqi baland bo'lsin deb rosa orqag'amiz. Endi u vaqtda rosa ishlagan Nazira opamlar. Biz vaqtda bizda bo'lganda ular yosh bo'lgan rosa. Biz kelgan vaqtimizda mehnatdan boshi chiqmasdi. Rosa o'tlarni ham qilardi, rosa o't molga ham, uyga ham qarardi. Bolalarni ham boqardi, dalaga ham vaqtida chiqardi. Vah, men chiqib shu bizdan oldin paxtani bir chechab qilib qo'yardi. U kishi shunchaki ish boshqaruvchi emas, balki dalaning haqiqiy yuragi edilar. Tong otmasdan turib, hammadan birinchi bo'lib shiyponga yetib borar, har bir ishchini ko'ngliga yo'l topar edilar. Endi o'zi opamdek ko'ramiz biz ham. Yoshlikdan birga bo'lganmiz, birga turganmiz. Dolalarda birga ishlab, rosa charchamasdi amma. Uncha ishni, mehnat demasdi-da. U kishi boshqargan brigada sira ortda qolmasdi. Doimo oldingi saflarda bo'lib, yuzi yorug' bo'lardi. Shu oldingi kommunizm keyin mashal bo'lgan jamoat xo'jaligida brigada boshliq bo'lgan. Shu joylarda 100 ga ortiq yer bo'lgan. Hosildorlik shu 40 sentner, 42 sentnerga chiqargan paxtachilik, asosan paxtachilik bo'lgan vaqt. Mehnati munosib baholangan shunda. Shu mustaqillikdan keyin do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Nazira Qahhorova, oxirat obod bo'lsin. Mana aziz do'stlar, mana shu ko'rinib turgan maydon, ana shu mashhur brigadir ayol Nazira oya Qahhorova brigadirlik qilgan shiyponni o'rnalari hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, ilgarigi qadimiy shiypon degan bo'laveradi. Sababi o'sha vaqtida kolxoz mahalda, ya'ni kommunizm kolxozi gullab-yashnagan davrda mana shiyponni brigadirlik qilgan Nazira Qahhorova eng oldi brigadirlardan hisoblangan. Buni ustiga brigadir ayol xizmat qilganlar, ya'ni ayol brigadir bo'lib mana shu shiyponda xizmat qilganlar. Hozir eski shiyponlar deyarli buzilib, hammasi buzilib ketgan. Shiyponlarning o'rni qolgan faqat. Atroflar hammasi o'z egasini topgan, ya'ni o'ziga xos bo'lgan fermerlar boshqaruvida hozirgi yerlar. Endi do'stlar, hozirgi buzilib ketgan o'rnlarni ko'rsataman. Mana shu buzilib ketgan o'rnlar bo'lgan taqdirda ham, lekin atrofida hali qishloq xo'jalik ishlari juda ham qizg'in davom etyapti. Bug'doylar o'rimda. Bug'doy o'rimlari davom etyapti. Do'stlar, bug'doy o'rimlari deyarli o'z yakuniga yetish arafasida. Endi mana shu yerda bug'doy o'rimida qatnashayotgan Shopir akalarimizdan biri Nazira oyamiz Qahhorova to'g'risida ozgina bo'lsa ham o'z bilganlarini aytib bermoqchilar. Qani ishlar yuzlanamiz. Hozir ishlarni suhbatini olib, ozgina bo'lsa ham suhbatga tortamiz. Mana shu Xudo rahmat qilib
Nazir opam ancha mehnatlari singan, o'sha yerlarda ishlab ancha unuqib ketganlar. U kishi dalada qanchalik qattiqqo'l va kuchli rahbar bo'lmasinlar, xonadoniga qaytganda munis oqil ayol, mehribon ona hamda feyzli beka edilar. Teppani o'z opamizday bo'lib qolganmiz. Ammo uy-uyga kirib qolsang, agar ovqatimi, nonmi, nima bo'lsa oldinga qo'yardi, yemaguncha ketkizmasdi. Ketmaysan deb. Shunaqa yaxshi ko'ngli ochiq odam. Oilada biz 3 qiz, 3 o'g'il bo'lganmiz. 6 ta farzandlari bo'lgan. Dadamlarning ham umrlari uzoq bo'lsin. Dadam bilan juda yaxshi hayot kechirganlar. Ishlab, o'sha yoshligimizdan birga yurganmiz. U haligi bilan Naziraxon bilan o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Endi Xola, qaysi brigadada ishlagansiz? menmi? O'sha Naziraxon Xarovada ishlaganman-da. Nechta bolaga qaragansiz endi bu vaqtda? 40 ta 50 ta bolani shiypon orqasida ustum bo'lardi bunaqa. Bunday menimcha tortib qo'yardi. Nazir opamni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Dalada mana unda kommunizm kolxozi bo'lgan, brigadir bo'lganlar. Brigadir bo'lib shunaqangi jonkor brigadir bo'lganki, hammani qo'yib qoldirgan. Mana shu kolxozimiz uchun, vatanimiz uchun sidqi dildan xizmat qildilar. Oxiratlari obod bo'lsin, Xudoya. Tamanda olib kelib qo'ygan, yig'lasani chaqiring dedi, yig'lab chaqirardi. Eshitmasam de cho'pakkamdek qilib turib, ko'tarardi uni adyolini, narsasini qarab turib, shuni qilaverardi, g'o'zanishida yugurib kelib, emizib ketardi. Emizib yana ketaverardi. Yana g'o'zanishiga kirib ketaverardi. Paxta tergani, shovqani, yagana qilgani. Hozirgi gaplarida yoshlarga ertakka o'xshaydi, ishonmaydi ko'p. Ertak u vujudda ichidan so'qib olyapti deydi. Qilib, farzandlaring bilan yaxshi kunlarni ko'rib o'ynab kulib yuraveringlar, qoqilmanglar. Yashang, rahmat. Mana aziz muxlislar, Nazira oya Qahharovaning hayot faoliyatiga bag'ishlangan qisqacha lavhamiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Albatta sizlardan Nazira Qahharova to'g'risida fikr mulohazalaringni kutib qolamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.